Assalomu alaykum, Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Akalar, mana Afsamat akamizni, Dehqon akamiz bu akamiz, Dehqon akamiz xonadoniga keldi. Bitta eni bolam moli bor ekan. Bolasi xunajincha xudo ursa. Bolasi yo 4-chi yo 5-chi bolasi. O'zi yeb ichish sog'lig'larga hamma yo'g'iga garantiyasi bor deyapti. 8 litr sut beryapti dedi aka. 8 litr sut beryapti deyapti. 5 litr sutga sinab olishga olaveradi deyapti. Akalar, molimizni yeb ichish sog'lig'larga hamma yo'g'iga garantiyasi bor deyapti. Manzilimizni aytib bersak, manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan bo'ladi, xudo xolasa. Bolasini ko'rlar, bonasi xunajincha ekan. Yo 4-chi yo 5-chi bolasi, xudo xolasa. Mana molimiz orqa holatlaridan ham ko'rsatay. Yeb ichish sog'lig'lar hamma yo'l garantiyasi bor deyapti. Aka, buni xudo xolasa necha pul deymiz? 28 million. 28 million so'm qo'yamiz aka. 28 million so'm kami yo'l kirasi, dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatni bo'ladimi aka? Akalar, mana xudo xolasa 28 million so'm ozgina kami bor, yo'l kirasi, dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatni telefon qilaverasizlar. Aytilgan narx muhim emas aka, telefon qilishaveradi. Kelishgan holatda aka, hali akalar ham telefon qilaverasizlar, kelishgan holatda mashinalar bor, jo'natib yuboramiz deyapti. Akalar, telefon qilaverasizlar. Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan bo'ladi. Molimiz turish holatlarini ham ko'ringlar. Aka, bitta xudo xolasa shu akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 28 million so'm kami yo'l kirasi, dastlabkasi vodiy bo'ylab. Ko'ringlar aka, 5 litr sutga sinab olaverasizlar deyapti. O'zlari 8 litr sut sog'yapmiz deyapti. Kimga videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lmagan obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yasizlar.